Do'stlar, assalomu alaykum. Shahar markazi Yenishehir rayoni, hamma shahar infrastrukturasi shodda, universitet shodda. Ozgina remont talab xonadon, lekin juda ham katta oilalar uchun. Prям o'zinglar hozir ko'rasizlar, hammasini sizlarga chiroyli qilib olib ko'rsatib beraman. Qaytarib o'taman, agar remont kerak bo'lsa, o'zimizda ustalar bor, biz под ключ полный sizlarga proyekt bilan tanishtirib, o'zimiz remont ham qilib beramiz. Ketdik. Do'stlar, mana kirish qismidamiz. Mana koridorni kuzatinglar. Kirish qismidagi shkaf. Mana koridorimiz uzunligini, kattaligini ko'ryapsizlar. Aylanib birinchi koridor ko'rsataman. Oldin sizlarga hamma xonalarni ko'rsataman, keyin oshxona bilan mehmonxonani ko'rsataman. Qani ketdik. Birinchi yotoqxonamiz. Qaytarib o'taman. Bu shahar markazi 10-qavatdamiz. Tashqaridan ham jiloy kompleksimizni, majmuamizni ko'rsataman sizlarga. Bu turetskiy tualet. Buni bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi. Обычный tualetga mana arka qilingan. Keyingi koridorga o'tamiz. Bu yerda yana bitta yotoqxonamiz. Mana o'zini vstroyeniy shkafi bor. Masalan, eshiklarni o'zgartirib, bu yoqlarni qoldirsa ham bo'ladi. Juda ham katta shkaf. Kattalik qilsa tashlashinglar bo'ladi. O'zini balkoni bor. Balkon ham kichkina emas. Mana balkon to'liq yopilgan. Balkonni kattaligini ko'ryapsizlar. Mana yana bir marta xonani sizlarga ko'rsataman. 10-qavatdamiz, 11 qavatli dom. Mana 3-yotoqxonamiz. Yotoqxonani kattaligini ko'ringlar, 16 kvadrat. Mana bu yerda o'zini derazasi ham bor va balkonga chiqadigan deraza ham bor. Eshik qo'ysanglar ham bo'ladi mana remont paytida. Bu shahar markazi Yenishehir rayoni universitetga yaqin bo'lgan xonadon. Davlat universiteti bor Mersinda. Mana bu bizani yana bitta sanuzelimiz. Bu yerda dush, chiroq bo'lsa, chiroq yo'q ekan. Mana dush qilingan ko'ryapsizlar. Unitaz installyatsiya, bu yerda katta shkaf va kir mashinani o'rni bor. Demak do'stlar, ikkita sanuzelimiz bor ekan bu yerda. Mana kirish qismiga qaytdik. Mana endi sizlarga mehmonxonani ko'rsataman va asosiy balkonni ko'rasizlar. Mehmonxona juda ham katta. 35-40 kvadrat bor. Agar bu universitetda, davlat universitetida farzandlarim o'qisin desanglar, bemalol shu Yenishehir rayonidan bu yoqsanglar bo'ladi. O'zinglar oilaviy ko'chib kelish uchun ham juda ham yaxshi rayon. Aytganimdek, o'zimiz to'liq remont ham qilib beramiz do'stlar. Chunki narxi juda ham yaxshi. Balkon kattaligiga e'tibor beringlar. Mana uylar bir-biriga yaqin emas. Ko'ryapsizlar. 10-qavatdamiz. Juda ham katta balkon. Buni ham bemalol rom qilib olsanglar bo'ladi. Chiroyli ko'chalari. Va hozir endi sizlarga oshxonani ko'rsataman. Oshxonamizga kiramiz. Oshxona alohida. Oshxonadan balkonga chiqiladi. Masalan, ovqatlanadigan zonani balkonga qilsanglar ham bo'ladi. Balkonni polda jam balkon bilan yopib. Mana oshxona. Do'stlar, mana oshxonani ham fasad qismini yechib, tegini qoldirib, bitta kraskada mana juda ham yaxshi bularni mebelning kraskalari bor. O'shandan bo'yatib, chunki stoleshnisalarni ko'ryapsizlar, toshdan juda ham yaxshi. Mana hamma narsani yechib tayyor qilib ketishgan. Bemalol mana eshiklarni o'zgartirib, bitta yangilab olsa bo'ladi oshxonani. Да, Марьям, я говорю, можно фасады поменять. Мы с ремонтом где? Ну вот тут тоже, да, снимаем. Мы с ремонтом никогда не заморачиваемся. Почему? Потому что у нас есть 2 бригады. И поверьте, с бригадами мы уже сделали очень много квартир. За 5 лет вот это ерунда.
сейчас. Начали? Мы такие стеснительные сегодня. Потому что район, который мы сегодня покажет вам Азиза, это район непривычный для нас, непривычный для нашего клиента. Наш клиент хочет всегда близко к морю, но это тот район, где вы будете жить на постоянке. Газовые трубы подведены, дом теплый, квартира очень доступная, 3+1 с отдельной кухней, и стоит она 90 тысяч евро. 90 тысяч вот за такие объемы. Но это центр города, где у вас дети будут ходить в школу, в садик. Хотите вот это все ремонтировать? Мы вам поможем. И не переживайте, не бойтесь. Все те, кто к нам доверились, они очень довольны, остались всем абсолютно. Do'stlar, 90 ming yevroga 1+1 xonadonlarimiz ham bor. Shahar markazidan 90 ming yevroga sizlar 3 ta yotoqxonasi bor, alohida mehmonxonasi bor, alohida oshxonasi bor, 2 ta katta balkoni bor. Xonadonga ega bo'lishingiz mumkin. Eslatib o'taman. Bu yerda davlat universiteti bor. Правильно? Тут могут дети поступать в университет, спокойно жить. Здесь частные школы, государственные школы, здесь город, здесь... То есть вы здесь находитесь в той среде, где, допустим, вам не захотелось потом жить, вы что-то поменяли в своей жизни. Вот такой район вы продадите всегда, и вы сдадите его всегда. Уехали в Узбекистан, обратно, не знаю куда-то, мы вам сдадим эту квартиру. Shuning do'stlar, mana doimiy yashash uchun so'rayapsizlar mana oxirgi paytlar-ku. Mana shunaqa katta xonadon o'zbeklar uchun remontini под ключ o'zimiz qilib beramiz. Proyektni o'zingizlar bilan kelishgan holda. Hammanglarga rahmat e'tiboringlar uchun. Uzoqlashmanglar. Bugun Yenishehir rayonida juda ham ko'p proyektlarimiz bo'ladi. Do'stlar, mana Hadesga ko'chaga chiqyapmiz. Tashqaridan sizlarga ozgina ko'rsataman. Bu yerda basseyn yo'q. Bu shahar markazi aytganimdek. Do'stlar, 90 ming yevro 10 mingga chiroyli qilib remont qilib beramiz. O'zimiz sizlar bilan kelishgan holda hamma narsa, mana bolalar o'yingohi bor, besetka bor, aytganimda universitet, maktab, hammasi shu yerda. Maryamxon, для russkoязычных. Ой, подожди, дверь надо открыть. Aha, mana iltimos qilishdi, eshikni ochib bermoqchimiz. Menga juda ham yoqdi, to'g'risi. Tinch, xotirjam. Bu yerda doimiy yashash uchun. Bu rayon doimiy yashash uchun. Farzandlari ko'p, maktab, bog'cha, universitetga boradigan bo'lsa, shu rayon. Ну, кто-то может быть сейчас, как бы разные же категории людей, есть разные клиенты, есть скажут, зачем возиться в чужой стране с ремонтом, это может быть еще и дороже обойдется, сделать не так, как я хочу, возможно. Поэтому, если есть желание вот жить в такой локации, есть, естественно, и люкс апартаменты. Люкс начинается у нас от 150. 150 тысяч евро, такие же объемы, такие же возможности в городе, в центре, и вы будете жить с ВНЖ. Ваша семья будет здесь тоже пристроена, имеется в виду дети в школе, и вы сами тоже можете открыто и легально здесь находиться. Поэтому, если есть желание, то вперед! Do'stlar, katta rahmat. Yana qolinglar. Bugun juda ham ko'p shunaqa kvartiralar, xonadonlar bo'ladi. Bizda mana yana bir marta sizlarga tashqaridan ko'rinishini ko'rsataman. 2 ta blokdan iborat. Shunaqa. Arenda bo'yicha, arendaga ham bemalol topshirsanglar bo'ladi. Juda ham tez ketadi bu yerda arendalar. Narxini qiziqqanlar konsultatsiyaga chiqinglar. Men sizlarga xuddi shunaqa kvartira 1 yilda sizlarga qancha daromad keltirishini hisoblab, tablitsada chiqarib o'zingizlarga yuboraman. Мы сейчас приехали снимать, но до этого я отработала, сколько у нас, 2 часа времени. Но до этого я с утра уже отработала клиентов, которые приехали из Германии. Германия у нас едет очень-очень много сейчас. Она начала ехать к нам 3 года назад. Боялись, сомневались, сидели, решали, думали. А сейчас увидели, услышали и вперед. Она меня увидела в ТикТок. Она меня не знает. Мы с ней немного общались онлайн.
голосом, с видео не общались. Но что она мне сказала, когда приехала? Вильям, я, говорит, поняла, что когда человек, говорит, есть намерение, и есть, говорит, ему выдается какой-то, то есть ничего случайности в жизни не бывает. Я, говорит, увидела, я поняла, что это знак. Я хотела, я отправила, говорит, это желание. Мне, говорит, Всевышний, то есть сверху, дали, говорит, таким вот знаком. Я тебя, говорит, увидела. Не факт, что меня увидите, не факт, что Азизу, не факт, что другого. Но если вы что-то думаете и вам показывают знаками, значит, нужно действовать. Когда вы надумали, отпустили, задали вопрос, вам дали на это ответ, а вы пропустили, вы сказали, нет, наверное, не сейчас время, тогда вам по жизни не дадут. Это я по своему опыту говорю. Ko'rdilar, bekorga sizlar kanalda o'tirmayapsizlar. Allohim hamma narsani yo'limizda bir sababi bilan uchratadi. Mana bu so'zlarini ma'nosi shu. Alloh bekorga xayol qildirmaydi, oldinglarga keltirmaydi shu narsani. Demak, sizlar mani bekorga kuzatmayapsizlar. Shu narsani Allohim dilinglarga solgan. Iloyim niyatinglarga yetinglar. Biz qo'limizdan kelgancha sizlarga chiroyli xizmat ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, e'tiboringlar uchun katta rahmat. Yana sizlardan chiroyli izohlar, layklar kutib qolamiz. Давайте. Hammaga xayr. Boshqa пришло к тебе. Да, они вечно ко мне тянутся.